Pro kabi futbol o'yini. Bugungi videomizda Serxio Buskets o'yindagi harakatlarga asoslangan mashg'ulotimiz jarayonini birgalikda ko'ramiz. Bu Serxio Buskets birinchi harakati, bu yoqda u raqib bosimidan Verdim nomlangan harakat orqali chiqib ketyapti. Biz ham shogirdimizga xuddi shunaqa bosim orqali bu narsani qildirganmiz. Keyingi harakat Zidane finti deyiladi. Bu fintni ham Serxio Buskets o'yinlarda doimiy ishlatib turadi. Keyingi ikkita harakatda markazdan himoyachi juda ko'p ishlashadi. Oyoqni tashqari tomoni bilan kopta bilan birga aylanib olish kerak bo'ladi. Bu harakat oddiy ko'ringani bilan, lekin o'yinda juda ham katta foyda beradi. Tepadagi videoda ko'rsangiz bo'ladi. Buskets bu harakatlar bilan qanaqa raqib bilan bosimdan osongina chiqib ketyapti. Oxirgi fintda Buskets juda chiroyli ishlatgan, ko'rib maza qiladigan joyi. Farzandinglar ham xuddi shunaqa pro futbolchilarning harakatlarini o'rganishni xohlasanglar, bizani pro futbolchilar kabi bo'ldim nomlangan mashg'ulotlarimizga qo'shilsanglar bo'ladi. Bunga o'xshash mashg'ulotlar men yana tepada silkasini chiqarib qo'yaman. Kirib ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.